Hammaga salom bo'ladi. Sizlar bilan men bugun xomaja nima qilsam ekan? Yetim dalada mazza qilaman. Hozir ishlamoqchiman. Ko'chada 50 gradus odamlar pishib o'lmoqchi. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yetdik. Ve qani suv qani? Do'stlar, suv yo'q. Avvalgi qishlog'imizda suv bo'lardi. Menimcha yana kranni o'chirdi shekilli. Hop, mayli, hech bo'lmaganda. Ular o'sib ketibdi-ku. Bular terib ham oldik. Bular o'smay qolsa suv olib kelish kerak. Quduqda suv bordir balki. Qop-qorong'i yo'q. Mana o'tda suv bor ekan. Hey, nima qilyapsan? Bosib tashladik-ku. Uzr. Qishloqi, mana shu suvni qayerdan olding? Ha, buni men ertalab uyga qaradim. O'shanda suv yo'q ekan. Keyin buni Toshkentdan borib olib keldim. Kecha ko'rgandim suv yo'q bo'lganda. Tak, do'stlar. Bu qishloq suvda olib kelibdi. Demak, biz olib kelay desak, Toshkent uzoqda. Uni ustiga mer ham pulimizni bermayapti. Bir baqir ovalayman. Ketdi, bir baqir ovalaylik. Temirim bor, 3 ta kerak. Endi Verstagim yo'q, merni uyda olaman. Kim bor? Mer. Yo'q, bu merni emas, Dasonni uyi. Bo'lmasa do'stlar, cheksiz suv yarataman hozir. Shu yerdan hozir nima bo'ldi? Hozir cheksiz suv yaratdim mana. Hozir bitta suv olib kelsin. Mana o'tga qo'yamiz. Ana endi hozir mana o'tga ana cheksiz suv bo'ldi. Ana ko'rdingizlarmi? Cheksiz suv yaratdim. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana tushib ketdim. O'rov bilan op. Ana o'rov bilan chiqdi. Suv yo'q bo'lsa qiyin ekan. Mana qilib ham bo'ldim. Ana endi ekamiz. O'tga bu edi. Ana endi buni. Chim pom. Pinini.
Yo'q de, nimaga suv yo'q? Merga topshirish kerak. Mer uyindami? Balki uyindadir. Balki uyindadir. Uyini oldida tutsin. Mer. Git. Do'stlar, mer qayerda ekan? Yuring, ko'chani izlab ko'raylik. Zombi. Git. Hunter. Mer. Mer qanaqa kiyimda deysizlar, u uyimni tepasida. Mer qanaqa kiyimda deysizlar, oq kiyimda bo'ladi. Mer. Juda ko'rinmayapti. Mer yo'q. Yo'q ekan mer. Unda hozir kiramiz. Shuncha paytdan beri bizlarni narsalarimizni bermayotgandi. Bu merga ko'rsatib qo'yaman hozir. Polini hozir mayda qilib tashlayman. Sandiqning tagini buzish qiyin, o'shaning uchun mana bu meshadan boshlaymiz. Nima bu? Nima? Do'stlar, meni uyini tagida nima bor? Tushib ko'raymi? Tushib ko'rsam bo'lmaydi. Tushib ko'raman. Qani ketdik. Dinamit? Nima? Shuncha paytdan beri men bizning qishloqni portlatmoqchimi? Yo'q. Bunga yo'l qo'ymayman men. Hozir bu dinamitlarni yig'ishtirib olib, meni o'zini uyim portlatamiz. Endi bu ham kerak bo'ladi. Qani ko'zim o'tmayapti o'shaning uchun. Keti hozir meni uyini o'zini portlatamiz. Do'stlar, portlatdik meni. Do'stlar, mana hozir portlatdik. Mer bizlarning pulimizni bermagan, shunaqa bo'ladi. Uyindan dono ham qolmagan. Do'stlar, sizlar bilan yana men bugun Muhammadjon bo'ldi. Keyingi videolarni ko'rishni xohlasangizlar, albatta like bosing. Endi biz hozir uyga borib tunni o'tkazib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ketdik. Zombi. Ko'zlarmi kachoqman. Do'stlar, uyindamiz, uyda ekan. Doston, kirsam bo'ladimi? Doston, meni uyini ko'rdingmi? Nima qilibdi? Uni yer tagida dinamitlar. Tursuntoy, nima gap? Zombi qilib bo'ldingmi? Men qarab o'zi. Bilmayman, ketibdi. Qishlog'imizni portlatmoqchi bo'ldi. Mana dinamitlar. Nima? Men kesar, o'zim jazolayman. Meni jazolaysan? Albatta. Buncha qarong'u, fakir qo'y.
Mana. Ora. Rahmat yo'qmi? Ho, rahmat. Mana ozgina kartoshka beraman senga hozir. Urma. Xo'p. Deradan nimaga sotirding? Amir. Mana. Do'stlar, o'zi shunaqa kuchli bo'ladi. Monstrlar buncha ko'payib ketmagan bo'lsa. Mer qani sen? Mer. Mana bu yerdami? Hozir turgandi o'rtog'i bilan. Mer shu yerda emasmi? Mer hozirgina shu yerda turibdi. Tak. Do'stlar, shu yerda video tugadi. Yana qiziq videolarni ko'rishni xohlasanglar, albatta like bosing. Bugungi videoda Muhammadjon albatta Mer bo'ldi. Hazillashdim. Bugun sizlar bilan Muhammadjon bo'ldi. Xayr.